Apanız en yaxşısı bizden başqa ayırıp dursun. Mening anam, men bu dünyada görgen en güzel ayol. Anamdan keçirgan bir qadam, senden keçirgan 1000 qadam bo'lsa, men shu senden keçirgan 1000 qadamni tanlayman. Bugün size demsem zadıl bomba de, mening faqat çizg'ichiligim qolmadi. Bir tarafdan ishlab, bir tarafdan baliq qarab, bir tarafdan kasaljan apangizning holidan xabar olib bilaman. Men beklan charchadim. Nima? Apangiz en yaxşısı bizden başqa ayırıp dursun. Mening anammi? Mening anam, men bu dünyada görgen en güzel ayol. Mening anam, men bu dünyada görgen en yaxshi ayol. Mening anam, men hayatlı bo'ladiganman, bundan keyin sen muhtoj bo'lmaydigan ayol. Yaxshi angla. Anam ba, men ba. Men baki bu oydu sen ba. Anamdan keçirgan bir qadam, senden keçirgan 1000 qadam bo'lsa, men shu senden keçirgan 1000 qadamni tanlayman. Nima? Aldığınızda qanchalik hurmatim borligini men bildirib qo'yganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Sen o'zingning hurmatlanib yashashni xohlaysan shundami? Lekin men bu odamni hurmat qilishga loyiq odam deb qarayman. Men qara, baxt degan oltin kumushga to'lgan uyda bo'lmaydi. Tinimiz saq, o'zimizning ojidan o'zimiz chiqib yashay olsak, mushuning o'zi baxt bo'ladi. Siz bunda degan bilan mening do'stlarim qanday uyda turyapti, qanday mashina haydatyapti, qanday kiyim kiyyapti, siz bundan bexabar. Ejba men shu kasalcha apangizning holidan xabar olibla o'tib ketsam bo'lamdi. Do'stlaringning uyi boshqa, yeydig'ini boshqa, ichdig'ini boshqa. Ular boshqa odam, biz boshqa odam. Men qara, sening puling bo'lib, ro'ying namrat bo'lsa, bir umr o'zingni boy his qilolmaysan. Undaq bo'lsa, apangiz bu uydan ketmasa, men ketay. Sen ketishni tanlagan bo'lsang, men to'smayman. Hayatta bir ömür ötelemsen men bilen, baxt degan jiroqda kütelemsen men bilen, kulki degan her vaqt jig'i bilan bir tuqqan, yig'laganda ten yig'lar, külelemsen men bilen, kulki degan her vaqt jig'i bilan bir tuqqan, yig'laganda ten yig'lar, külelemsen men bilen. Hayat go'yo bir sefer buruni bor yomg'irlik, çölde kalsam burada tünelemsen men bilen. Muşu yişimgacha o'zim yaxshi ko'rgan kishilarning baxti uchun tatmagan jafo, anglamagan iza ahonat qilmadi. Ba'zida o'ylab qolib, bir layoqatli er bo'g'ichi tirishchanlik, mas'uliyatchanlikdan boshqa yana nimalarni qilish kerakdi? Men muhim bilgan va meni muhim bilgan shu kishilarimning chiroyida kulki jilvalangan qadar va layoqatli bir er sanalg'ucha nervamning sog', bu tenimning salomat bo'lishini umid qilaman.